Assalomu alaykum, operator kanalida so'nggi yangiliklar. Toshkentda taksi haydovchilaridan noqonuniy pul talab qilib kelgan Bechok laqabli jinoiy guruh yetakchisi qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, guruh haydovchilaridan muntazam yig'im olib kelgan. Huquq-tartibot idoralari jabrlangan fuqarolarni murojaat qilishga chaqirmoqda. Ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Qalin tuman sabab Toshkent aeroportida reyslar vaqtincha cheklab qo'yildi. Ko'rish masofasi atiga 50 metrga tushib ketgan. Ayrim reyslar kechikmoqda, ba'zi samolyotlar esa zaxira aeroportlariga yo'naltirilgan. Moskvadan kelayotgan reyslardan biri Dushanbega burildi. Tunnelda ayolga behayo harakat qilgan erkak oddiy bo'lmish emas, san'atkor bo'lib chiqdi. U Alisher Navoiy nomidagi katta teatr aktyori ekani ma'lum bo'ldi. Erkak 1,5 litr spirtli ichimliklarni ichgani va o'z harakatlarini eslamaganligini aytgan. Bu holat jamoatchilikda katta norozilik keltirib chiqardi. O'zbekistonning ko'plab hududlarini kuchli tuman qopladi. Toshkent vodiy yo'lida, xususan Ohangaron hududida ko'rish keskin yomonlashgan. Mutasaddilar haydovchilarni maksimal darajada ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Surxondaryoda qo'ylarga hujum qilgan bo'rini o'ldirgan fuqaro jarimaga tortildi. Unga 8 million so'mdan ortiq jarima belgilandi. Sabab hayvonot dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun buzilgani ekan. O'zbekiston noyabr oyida oltin xaridi bo'yicha dunyoda top 3 ga kirdi. Markaziy bank 10 tonna oltin sotib oldi. Oldinda Polsha va Braziliya markaziy banklar noyabr oyida jami 45 tonna oltin xarid qilgani aytilmoqda. O'zbekistonda birinchi pulli avtomobil yo'li 2027-yilda quriladi. 2030-yilgacha Toshkent Samarqand va Toshkent vodiy yo'nalishlarida 130 kilometrdan ortiq pulli yo'llar barpo etilishi rejalashtirilgan. Vodiyda bugun metan zapravkalar ishlamadi. Soat 16:00 dan boshlab respublika bo'ylab metan zapravkalar o'chirildi. Energetika vazirligi aholini peshonalarini vaqtincha benzinga moslab turishga chaqirishdi. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Barchaga rahmat.